Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, manglarni kimish vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sifat tekshirishni avtomatlashtirish darsimizning yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz bo'lsa biz web table'ni o'rganib o'tamiz. Hamda web table degan nima degan vaqtida biz mavu torbetni açsaq, the internet heroku app.com degan torbetni açsaq, miyada sortable data tables deb bor. Hamda bu miyada ko'rilgan mavu jadvalni biz web table deymiz. Hamda biz Seleniumni o'rgangan vaqtida HTMLni o'rganib o'tgan. HTMLda shu table'ni qanday qurish, table'ning ichidagi har bir shu HTML taglarni o'rganib o'tgan. Xohlasanglar inspect qilib ko'rib boqili. Hamda bu table'ga kelsak, masalan, table'da mana table degan tagni ishlatgan ekan. Table degan tag, ondan ID. ID'sini beribdi. Ondan miyada set deb bakkan. Bu hamda miyadagi mavu header deymiz. Ya'ni buningki temasini biz mavu t anandagi head degan mavu tag bilan ishlatamiz. Ondan keyin buning ichidagi har bir mavzuni biz miyada th bilan ifodalaymiz. Ya'ni th qaraydigan bo'lsak, mana th bakkan, buningda last name deydi. Spanning ichida izohliq ekan. Bu ba'zida spanning ichida yoki ba'zida shu thning o'zida tekst shaklida izohliq bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, masalan, th header hammasiniki class ismi header ekan. Ondan qaraydigan bo'lsak, span deydi. Spanda shu teksti bor ekan. Mana qaraydigan bo'lsak, birinchisi last name, first name, email, ya'ni basi, website, action deb shu bularninki mavzusi miyada bo'lgan mavzusini th bilan ifodalaymiz. Hamda buningki qismini, ya'ni body'sini qaraydigan bo'lsak, t-body degan bilan ifodalabdi. Ondan har bir qurni tr bilan ifodalabdi. tr degan table row degan gap hamda. Table row'ninki shu qisqartirilmasi qaraydigan bo'lsak, buningki qiymati td bilan ifodalangan. Har bir miyadagi qaraydigan bo'lsak, masalan, batch, frank degan ma'ni biz cell deymiz. Buni td bilan ifodalabdi. Ya'ni har bir qurdagi xatlni td bilan ifodalabdi. Biz musharqil table'ni quramiz. Endi biz bugungi darsimizda bo'lsa, shu table'dagi uchurlarni qanday olamiz, shuni o'rganib o'tamiz. Undaqda avval biz yangi bir klassdan birini quraylik. Maven projectga tests deganga men yangidan bir klassdan birini quray. Bu yerga web table practice deb yozay ismini. Web table practice deb yozdim. Yozgandan keyin bu yerga biz oldingi darsimizdagi ba'zi kodlarimizni bu yerga ko'chirib eklaylik. Masalan, before methodni ko'chiray. Before method bizniki shu web driverni qurish, torbetni ichish, ondan keyin implicitly waitni shu before methodning ichida setup degan ma'noning ichida qildi. Ondan after methodga biz miyadagi ma kodimizni, ya'ni shu web driverni o'chiradigan kodimizni eklaylik. Ekaldik. Endi biz miyadagi torbet adresini o'zgartaylik. Bu torbet adresiga ma torbet adresini ko'chirib miyaga eklay. Bu torbet ochildi. Endi biz bu yerga o'zimizniki testini yozaylik. Test deb annotation yozdik. Public void yozgandan keyin print table deb shu table'ni print qilishni sinab baqilay. Avval men mavu test methodini import qilay. Testdan import qildim. Endi nima ish qilmizga vaqtida miyadagi mavu table'ni olaylik qani. Bu table'da id'si bilan table'ni topaylik. Bu yerga men bir web elementdan birini quray. Web element table deb yozib, bu yerga driver.find element
by nim bilen id bilen dep id'sini manda bädok. id'sini tapgan ekin avval mani import qilay. Import qilib men bu table'ni nim qilay. Buningki şu textini alay. Table.getText qilib buni print qilib baqay. Yani table'ni print qilsak qanday print qilamiz shuni ko'rib baqilay. Tasanje bilan run qilay. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bu table bilan mavu table'ni elib id'si bilan andan keyin bu table'niki getText'ini qilgandik. Bizga shu table'dagi, yani jadvaldagi bütün xatlarni bizga mana shaklda chiqarib berdi. Yani bu yerda mavu header'si, yani buningki mavzusi, andan har bir qurdagi xatlar shular bor ekan. Mana qaraydigan bo'lsak, mana biz mana header deymiz. Mavu last name deganlarni, andan har bir qurni biz row deymiz. Andan manda tiksiga, yani last name, first name degani buni column deymiz. İngilizce'de shunday atildi. Endi biz ikkinchi testimizda nima qilaylik deganda, ikkinchi testda miyadagi mav headerlarni epaqili. Bu headerlarni qanday olamiz? Header degan qaysining ichida? Bu mav t-head deganning ichida. T-head deganning ichida biz mushuni epaqili. Bu yerga yangidan bir testdan birini quray. Test public void get header deb yozay. Yazib men bu yerga web elementdan birini yozay. Web element header deb yozdim. Driver find element by tag name bilan yazib bu element topay. Bu yerdagi tag name'i qaysi bo'ldi deganda, bu yerdagi mavu th degan mavuni epaqili. Buni oldik. Ondan buningki nimasini olamiz? getText'ini alaylik. header.getText qilib buni oldik. Ondan buni print qilib baqilay. Amasni mang'uzay. Qaraydigan bo'lsak, mana bütün headerni oldi. Yani buningki mavzusini oldi. Endi biz buni shu headerda t-head degan mavu tag name bilan oldik-da. Endi buning ichidagi har bir xatni qanday olamiz? Masalan, last name, first name deganlarni qanday olamiz? Hozir bir tal element bilan olam, t-head degan bilan olam. Bu yerdagi mavzusining hammasini oldik. Endi bir-birlab qanday olamiz deganda, qaraydigan bo'lsak, bu bu yerda th degan bilan başlanğan ki, yani th-ni alsak, th her bir şu header'ni gösterirkende biz şu th-ni alsak buldu. Aval men bir web element'ten birini yazay. Web element header bir dep yazay. Bir yerge driver find element by xpath dep yazıp bir yerge xpath'ten birini yazay. Xpath'ten birini yazay. Endi qaraydigan bo'lsak, biz bu yerda th deganni oldik. Avval miyani o'chirib, shu Ctrl F ni bassam, Ctrl F ni bassam, bu yerda mavi xpath yozilgan yer chiqadi ast tarafda. Men bu yerni miya orqali qila olayman. Masalan, miyani qilsak, o'ng tarafga ostiga degandek mavi narsalar chiqadi. Miyada men o'ng tarafga olay. Ondan men bu yerga xpath'ni yazay. Biz th deganni yozsak, masalan, th deganni yozsak, bu th masalan miyada table bor, miyadim table borda. Şu an ikki table'niki chiqadi. Şu an biz ma'lum bir table'nikini elish uchun avval hozir topmoqchi bo'lganimiz ma table bo'lganligi uchun avval shu table'ni topaylik. Shuningga table qilib add id'si orqali bu table'ni topaylik. Qarsak table'ni topdik. Endi bu table'ni topgandan keyin men buning ichidagi th ni topsam, mana hamma element chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda
6 element var ekan, ya'ni 6 tal TH'dan 6'sı var ekan. Şuna biz hammasini elishimiz kerak. Bu yerda biz bir tal elementni almoqchi bo'lsak, bu yerda indeks qo'yish orqali manda yazsak bo'ladi. Ammo biz hammasini olganligimiz uchun indeks qo'ymay yazsak bu bütün elementni oldi. Endi biz mushu bütün elementni elib mushuni bir-birlab bostirib chiqsak bo'ldi. Men mana XPath'ni ko'chirib app miyaga qo'ydim. Endi bu bizga 6 tal element berganlik uchun bu web element bo'lmaydi. Biz buni endi miyada find element emas, find element deganni ishlatamiz. Chunki bu bizga 6 elementni berganlik uchun biz bir elementni topqansak driver.find elementni ishlatdik. Hozir ko'p element ishlatmoqchi bo'lganligimiz uchun find element deganni bosib, bu bizga list qaytardi. Ya'ni list elementni, bu element oldi, bir list qaytardi. Shunga biz bu yerga listdan birini yozib, ma web elementni ma shaklda yozma. Ondan keyin bu yerda ma Java util'dan listni import qilma. Endi import qilib buni masalan header bir da size qilsak, bu yerda qancha tal headerninki, ya'ni borlig'ini bilalayman. Endi biz buningki hozir elementini hozir qancha tal size borlig'ini topdik. Endi buning ichidagi xatlarni qanday olaman deganda, bu hozir nim bo'lganligi uchun, hozir list bo'lganligi uchun biz buni for loop orqali print qilsak bo'ldi. Ya'ni for qilib bu yerda masalan int I equal 0 deb normal for yazsak bo'ldi yoki for each yazsak bo'ldi. Masalan normal for yazsak int I equal 0, ya'ni 0 dan boshlandi. Qayergacha? Header 1 header 1ninki size'igacha, ondan I qilib mana shaklda yazsak bo'ldi. Ondan keyin bu yerga yozgandan keyin biz system out printlnni izib buni print qilsak bo'ldi. Sys out qilib qisqartib izib system out println yozgandan keyin biz header 1ni izib, endi bu list bo'lganligi uchun bu yerda dot get deganni ishlatma. Get deganmish har bir indeksini oldi. Bu yerga indeksiga yozma. Indeksi bu yerda bizniki i'ni ko'rsatdi. Onda indeksni yozgandan keyin bu shu har bir indeksning nimasini olmang, tekstini olmang. Get text degan ma'nosini ishlatsak bo'ldi. Bu bizniki shu har bir table'ninki headerning tekstini epirdigan ma'nosimiz. Endi buni men ijro qilib boqay. Mana qaraydigan bo'lsak, buning size'ini 6 deb chiqadi-da. 6 deb chiqadi. Chunki bu yerda 6 tal headerdan, ya'ni tekstdan 6 var. Last name, first name, email, do, website, action degan. Ondan har birisini bu yerda print qildik. First name, last name, first name, email qilib tabledagi har bir xat, mana bu yerdagi har bir headersi bu yerda chiqdi. Bu shu headerni elishniki bir usuli. Biz buni find elements orqali elib list qilamiz. Anda listni bir-birlab bostirib chiqsak bo'ldi. Endi biz keyingi testda nima ish qilamiz deganda, avval testdan birini yozay. Public void bunga bir ism beray. Bu yerga get table size qilib shu table'ninki size'larini, ya'ni cho'ng kichikligini qanday bildiramiz, shuni qilaylik. Biz headerda shu ma orqali ma kodimizni ko'chirib eklaylik. Ma kodimiz orqali biz shu miyadagi headerninki qimmatlarini oldik va uning cho'ng kichikligini bu yerda oldik. Size qilib buning size'ini chiqardik. Endi biz nima ish qilamiz degan chog'da bu yerda miyadagi har bir qurdan qancha tal qurba, ya'ni 1 2 3 4 hozir 4 tar qurbog'i shu qurlarni qanday chiqaramiz? Chunki bu yerda mana tr shaklda bu qurlar row deymiz. Shu rowlarni qanday olamiz? Shuni bir ko'rib boqaylik. Bu yerga men
elementdan birini yazay. Bu mu? Bizga ko'p element berganlik uchun biz buni list qilamiz. List and then web element qilib row size qilay. And then driver that find elements by xpath bilan yozaman. Xpath bilan yozib, ondan keyin bu elementni bir yerda qo'ysam bo'ldi. Elements deb keldi. Endi bu yerda xpathni yozib baqilay. Xpathda biz bu yerdagi tr deganni topdik. Shunga avval biz table'ni topaylik. Table'ni bu yerda topdik. Table'ni topgandan keyin biz shuning ichidagi nimni topamiz degan chog'da tr deganni topsak, bu bizga shu har bir qurni bekitadi. Amda tr'da qanday deganda miyadagi headerni mi chiqardi? Ya'ni tr'da header, ya'ni buningki mavzusini chiqardi. Biz tr bilan bu yerga xpath'ni bu yerga yozay, id emas, xpath qilib o'zgartay. Row size with header deb yozay. Bu bizga o'sha header bilan mavzusi bilan chiqardi. Buni qanday qilamiz deganda row size with header dot size qilib buningki cho'ng kichikligini bu yerda ola olamiz. Endi buningki biz bu yerdagi mavzusini olmay qanday qilamiz degan vaqtida, ya'ni headerni olmay qanday topamiz degan chog'da, bu avval biz tr'ni qilmay nimni topamiz degan chog'da avval shu tbody degan table body deganga kirib, table bodyga kirib shuning ichidagi tr'larni chiqarsak bo'ldi. Ya'ni table'larni chiqarsak, har bir rowni chiqarsak, biz bu yerda mavzusini, ya'ni headerni olmay chiqara olamiz. Bu shu mavzuni chiqarmay turib qildig'ini. Buning list qilaylik, web element qilib row size without header qilib ismini berdim. Driver find by elements by xpath qilib bu yerga xpath'ni yozaman. Yozgandan keyin bu yerni system print out qilib mavi variable'ni chaqirib da size qilish orqali buningki size'ni ola olaman. Undaqda buni mang'uz baqay. Tasanji qilib mang'uzdim. Mana qaraydigan bo'lsak, bu yerda mavi nimninki headerninki size. Bu yerga mavi header deb yozib qo'yay. Header deb men yozdim. Andan bu yerga row with header deb yozay. Andan keyin astiga rows without header qilib yozdim. Endi qaytadan bir buni run qilay. Mana qaraydigan bo'lsak, headersidan 6 bor ekan. Bu header bilan 5 tal row bor ekan. Ondan header yo'q, 4 tal row bor ekan. Biz buni mush orqali bu size'ni ola olamiz. Endi biz bu yerda har bir rowni, ya'ni qanday olamiz shuni bir ko'rib baqilay. Ya'ni bu testdan birini yozay. Public void get single row by index deb yozay. Index orqali rowni qanday olaman. Shuni ko'rib baqilay. Ya'ni miyadagi rowlarni qanday olamiz shuni ko'rib baqilay. Endi biz bu yerda bir tal web element olganligimiz uchun, ya'ni bir qurni olganligimiz uchun biz qanday qilamiz degan chog'da biz mani ishlatsak bo'ldi. Mani ishlatay. Uni yerga web element qilib web element single row qilib yozdim.
Ondan miyadaki mavi elements degani o'chirib o'tay. O'chirib etdim. Ondan biz buningki get tagsini epaqili single row dot get tags qilsak bizga nimni berdi degan chaqda miyadagi mavi semiz John ondan email adresi ju mavi website action delete edit deganlarni berdi. Biz buni ma'nuz baqili. Qaraydigan bo'lsak, mana har bir qurdiki, miyadagi ma birinchi qurdiki ma uchurlar chiqdi. Chunki biz bu yerga hozir mavi miyadagini manda qilib yozishimiz kerak. Chunki bu hozir mani yozsak bizga nim berdi degan vaqtida bizga 6 tal elementni, ya'ni 4 tal elementni berdi. Chunki 4 tal row bor. Hamda bu alaqay 4 bo'lganlik uchun biz buni web element qilgan vaqtida faqat bizga birinchisini ham apperda emas. Shuningga biz bu yerda indeksini berish orqali yozsak bu bizga birinchisini beradi. Masalan, ma birinchisi ma elementni bizga berdi. Ya'ni miyada ma tr ni alsak, tr ning ichida mana ma birinchisini berdi. Biz ma shaklda yozdik. Buni endi qoidadan bir run qilib baqili. Mana qarasak, mana yana bizga buni berdi. Endi biz ikkinchisini topmoqchi bo'lsak, bu yerga 2 ni yozamiz, uchinchisini topsak 3 ni yozamiz. To'rtinchisini topmoqchi bo'lsak, masalan 4 deb yozamizda. Endi buni biz har doim bunda yozish Jüsek bu nayetli qolaysızlıq oldu da. Şuna biz bir məsid qurub, bu məsidimiz bizge müşü xalıqan XPath-ni bərsin. Ondan biz müşü XPath arqılıq şu qurni tapalayımız. Bunu biz qanday yazmış, şunu görüp baqili. Mən bir yerge məsiddən birini yazay. Public manga bir XPath-ni stringni beriş gerek. Şuna public string qilib yazdım. Ondan keyin bu yerga bir məsid yazay. Bu yerga get table row xpath deb bu yerga xpath ni yazdım. Ondan keyin bizga qanchinchi rowda ekanligini bizga deb berish kerak. Shuna bir yerga rowni, ya'ni sonni berma. Bu integer oldi. Bu yerga indeksni alay, qanchinchi indeks ekanligini. Ondan biz bu yerga bir XPath'dan birini yazılı. XPath qilib bu bizning XPath'imiz mav XPath bo'ldi. Mushu XPath'ninki biz nimisini alamiz degan vaqtida ni ko'chirib miyaga yazay. Buni yozgandan keyin biz return XPath deb mani return qilaylik. Endi biz miyada mavi bizningki tr'dagi row'ninki indeksi dynamic, ya'ni o'zgarib turdi. Biz miyaga qaysi indeksni bersak, shu indeksni bizga qaytarib berish kerak. Biz buni qanday qilamiz deganda, miyaga 1 deb yozmay, biz bu yerga o indeksni yozsak bo'ldi. Bu indeksni biz qanday yozamiz deganda, qo'shilgan avval ma tirnoqni taqib, qo'shilgan indeks deb yozib, ondan qo'shilgan qilib mavi shaklda yozsak bizga miyadagi indeksni berdi. Bu yana masalan 6 deb yozsak miyaga mavi 6 bo'ldi. 5 deb yozsak 5, 4 deb yozsak 4 bo'ldi da. Şu an biz marqlıq dynamic ve XPath yazılgan tapılgan bir məsiddən birini yazdık. Əmdi biz müşü məsidimizini işiltib bir kurdun birini ep çıqılı, yani tapılı bir yerə web element qılıb second row deb yazay. Second row deb yazdım. Driver.find element by bilan XPath bilan yazıma. Hem de bir yerə XPath'ni
men qanda tapaman degan chaqda mau messni olsam bo'ldi. xpath.xpathning o'rniga menga indeks bermayman. 2 degandek mana indeksni bersam bo'ldi. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsanglar mana mau 1 deb yazsam birinchisini topdi. 2 deb yazsam ikkinchisini topadi. Hozir biz ikkinchisini olmoqchi bo'lganligimiz uchun bu yerdagi messtimizga 2 deb ma'ni yazsaq bo'ldi. Yoki biz bu yerga qanday qilamiz deganda string xpath deb yozib, ondan mau messitimizni bu yerga eklib 2 deb mana xpathdan bu yerda birini olgandan keyin ondan bu yerga xpath deb mau bu yerdagi mau stringninki variable'ni yazsaq bo'ldi. Endi biz mushu second row.getText orqali buningki textini olsaq bo'ldi. Qani buni mangus baqilay. Hozir qaraydigan bo'lsak, xatolik berdi. Bu xatolik nima deganda biz bu yerdagi mau ninki nemisini o'chirib etganligimiz uchun mau id'sini şu an xatolik bergan bo'lishi mumkin. Buni qaytadan manguzay. Mana page frank mau ni qaytadan sortga qaraydigan bo'lsak, mana page frank deb mau a'zoni topoldi. Şu an bizninki mau yazgan messitimizni ishlendi degan gap. Biz mushu messit orqali dynamic holda o'zimiz xohlagan rowni, ya'ni qurni ola olamiz. Endi biz bu yerdagi masalan xohlagan bir qurdagi mau cell deymiz. Endi mushu rowdagi mushu cellni qanday olamiz, shuni ko'rib baqilay. Avval men testim birini yozay. Test public void get single cell by index deb yozay. Index deb yozib bu yerga endi bir web elementdan birini yazay. Web element qilib single cell deb yozdim. Ondan driver find qilib by xpath bilan yozib. Bu yerga xpathni yazayli. Endi bu cellni qanday topamiz deganda biz masalan bu yerdagi mau gsms degan ma'ni qanday olamiz degan chaqda bu masalan birinchi qurdagi birinchi qur 3-chi mau column deganda row 1 column 3 biz shuni topamiz. Şuna avval buningki xpath'ini yozib chiqilay. Avval biz nima qilamiz? Table'ni topdik. Table'ni topgandan keyin biz buning ichida nimani yozamiz degan chaqda tbody, ya'ni tbody'sini topamiz. Mush tbody'ning ichida avval nimani topamiz degan vaqtida avval tr degan birinchi qurni topamiz. Ya'ni birinchi qur mau. Mush birinchi qurning ichidagi ondan qimmatlarni topamiz. Qaraydigan bo'lsak, mana td, har bir qimmat td bilan e'lonlangan ekan. Td. Masalan, ma'noni kirsakmi, bumi td. Td bilan e'lonlangan ekan. Mau miyadagi mau headersniki nim bilan th bilan table header bilan. Ammo biz miyadagi mau har bir qurdagi qimmatni td bilan oldik. Tr ning ichida td. Şuna tr yani kanchinchi row biz birinchi rowdagini oldik. Birinchi rowdagini olib, mushningki nimsini olamiz? Td'sini olamiz. Td'sini qilsak, har bir qimmatni bizga chiqarib berdi. Ammo biz bu qimmatning ichidagi qanchinchini olamiz? 3-chisini olamiz. Ya'ni 3 ni qilsak, bu yerdagi email adresi chiqadi. Buni ko'chiray. Ko'chirib, men bu yerga yozay. Endi buni yozgandan keyin print qilay. Single cell.getText qilish orqali bu emailni ola olaman. Mana run qilay.
Mana qaraydigan bolsak, bu emailni aldık. Biz hazır birinci qor üçüncüsini aldık. Endi bunu biz xalığanını qanda alımız degan chaqda yana biz mandaq ma'sitdan birini yezib chiqsaq bo'ldi. Bu yerga ma'sitdan birini yazay. Public string get single cell by index deb ma'sit ismini yazdım. Ondan biz bu yerga row bilan shu columnninki nomerini beramiz, ya'ni indeksini beramiz. Şuna bu int bu yerga row deb yazay, ya'ni qanchinchi qor, ondan keyin qanchinchi mavu columndikini shuni yazma. Bu yerga int column deb yazdım. Ondan keyin biz bu yerga string qilib xpass'ni yazaylik. Xpass, bu xpass mav xpass bo'ldi. Biz mani ko'chirib oldik. Ko'chirib up biz mushuni o'zgarsak bo'ldi. Avval return xpass qilib, men xpass'ni return qilay. Endi biz bu yerga row bilan columnni beramiz. Shunga avval bu yerga row qilib rowsini berdik. Row'ni berdik. Endi row'ni berib bo'lgandan keyin bu yerga columnsini beramiz. Buni bunda qilib call qilib yozib ma shaklda bersak bo'ldi. Bu masalan bu yerga qanchani bersak, bizniki bu yerda 1 bilan 3 ni beramizda. Bu orqali bizga o'sha har bir celldagi xpass'ni topadi. Undan biz bu yerga yangidan bir web elementdan birini yazaylik. Web element second cell deb yozib driver.find element by xpass deb yazay. Bu yerga xpass'imizni yazamiz. Xpass'ni bu yerga men string xpass qilib yazdim. Yozib bu yerdagi mavu ma'sitni chaqirma. Bu ma'sitni chaqirib, bu ma'sit menga ikki parametr talab qildi. Birisi column, ya'ni birisi row. Avval row'ni yazamiz. Masalan, ikkida masalan 2'de 2 qilib yazsak, 2'de 2'ni bu yerga xpass deb bu xpass'ni tepib, ondan system out second cell dot get text qilish orqali buning textini olamiz. Bu 2'de 2 degan qaysi degan chaqda bu yerdagi ikkinchi qor, ikkinchisi, ya'ni bu yerdagi Frank degan ma'ni chiqardi. Qani buni ma'qus baqili. Mana qaraydigan bo'lsak, Frank degan ma'ni chiqadi. Ya'ni biz mavu ma'sitimiz orqali xohlagan bir celldagi qimmatni ola oladigan bo'ldik. Sizlar ish qilgan chaqda shunda ma'sitni yezib qilsanglar, buni xohlagan vaqtinglarda chaqirib ishlataysizlar. Qayta yezishninki oldini ola olasizlar. Endi biz nima ish qilaylik degan vaqtida yangidan bir testdan birini yazay. Test endi public void print table using loops deb ma'sit ismini beray. Endi biz mishadagi har bir mushu tabledagi har bir qimmatni qanday print qilamiz, shuni ko'rib o'taylik. Buni ko'rish uchun bizga nima lozim bo'ldi degan chaqda bizga mavu har bir row lozim bo'ldi. Undan keyin rowdan keyin mavu columnlar lozim bo'ldi-da. Masalan, bu yerda bir rowdan 1 2 3 4 vaqa, columndan 1 2 3 4 5 6 vaqa. Şuna bizga 4 6 degan 2 son lazım. Yani column'ninki row size bilan, yani row'ning size bilan column'ninki size lazım bo'ldi ekan. Biz buni qanday olamiz deganda, biz bayamqi nimda dersimizde mana bu yerda mavu row'ninki shu header yo'q size'ni olgan to'q. Yani bu yerda row size'ni tr orqali olgan to'q.
Bu tr bilen aldık. Endi biz kolumninki size'ini qanda alamiz. Bizning kolumning size'ini qaraydigan bo'lsak, mana header orqali qilamiz. Chunki headerning soni bilan miyadagi son o'xshash bo'lganligi uchun biz mush headerning sonini olsak bo'ldi. Buni qanda olamiz deganda avval men bir method birini yozay. Bu yerga public integer qaytarib berdi bizga get row size deb alay. Bunu aldım. Endi methodni yazay bu yerga. Methodni yozib, bu bizga nima qaytarib berdi degan chog'da row, ya'ni rowninki size'ini biz marqliq olsak bo'ldi. Mana ma'ni yozib, miyaga xp'sini yozdik. Bu bizga miyadagi mav header yo'q bütün rowlarni, qurlarni chiqarib berdi. Semiz 5, mav 2, convey deganlarni, 4ni chiqarib berdi. Biz mushningki size'ini olsak bo'ldi. Return row size without header deb anandan buning size'ini olsak bo'ldi. Miyaga men row size deb yozay. Row size ma'ni qilib, row size qilib ma'ni yozdim. Bu bizga mushu rowninki size'ini chiqarib berdi. Endi columnninkini qanday olamiz deganda public int column get call size qilib method ismini yozay. Method ismini yozdim. Andan biz bu yerga nimni yozamiz degan chog'da biz ma'ni yozsak bo'ldi. Ma'ni yozib andan buning nimisini olamiz deganda bu yerga call size deb ismini o'zgartay. Return call size deb ma'ninki size'ini return qilman. Biz hozir row bilan qur bilan har bir tik qurninki, yanti qur bilan tik qurninkini topdik. Column, row deganlarnikini topdik. Endi men buningki bizga to'g'ri son beramdi yo'qmi? Shuni ko'rib baqilay. System out qilib row size deb yozay. Row size deb yozib, endi yerga get row size degan metodimizni chaqirsak bo'ldi. Chunki bu bizga integer qaytarib berdi. Endi biz buni elib miyaga column size qilib metodni get column size, ya'ni call size qilib ma'ni o'zgarsak bo'ldi. Endi biz ma'ni mangus baqilay. Qaraydigan bo'lsak, mana rowdan 4 va deydi, qurdan 4 va columndan 6 va deydi. Qaraydigan bo'lsak, qurdan 1 2 3 4. Mana columndan 1 2 3 4 5 6. Demak, bizningki mav metodimiz to'g'ri ishildi degan gap. To'g'ri ishildi. Endi biz mush orqali mav table'ni print qilib chiqilay. Undaqda men miyaga int row count deb yozay, yozib get row size ga metodimizni chaqiray. Size'ni chaqirib bu yerga oldim. Ondan int call count deb yozib get call size ga metodini chaqirdim. Ondan biz mushu two dimensional array'da qanday qilgandik degan vaqtida mushu, ya'ni bu yerda row bilan column bo'lganligi uchun biz mushu ikki for loop ishlatamiz. Ikki for loop ishlatish orqali buningdagi har bir qur va har bir tik qur, ya'ni row bilan columnni print qilamiz. Buni qanday qilamiz deganda for birinchi qur, birinchi for loopimiz bizniki qurlarni topadi. Bu qur int I equal 1 and then I less than
get row size andın I++ ne basımız. Nemişke 0'dan başlanmay 1'dan başlandı degan chaqda miyadiki mav row'ninki indeksi 1'dan başlangalı üçün biz 1'ni yazımız. Yani mav mav 1'ni yazsak 1 oldu. 2'ni yazsak 2'ncisi, 3'ni yazsak 3, 4'ni yazsak 4. Bu herkes 0'dan başlanmaydı da 0'ni yazsak tapamaydı. 1'dan başlangalı üçün biz şu for loop'taki aynı 1'dan başlayımız. Şu an miyage ben 1'dan başlap yazdım. Endi ikincisi de qanday qilman deganda ikinci for loop'ta bu bizningki mushu columningki sonini chiqarib turdi. Ya'ni tik qurdiki miyadiki mavu first name, email, last name deganlarni chiqarib turdi. Shunga bu mu nim bilan boshlandi degan chaqda bu mu yana td'si bizga masalan td deb yozib 1 deb yazsak birinchisini chiqadi. 2 deb yazsak ikincisini chiqadi. 3 deb yazsak uchinchisini chiqadi. Bu mu? Yani 1'dan başlandı. Herkes 0'dan başlanmaydı. Şoğa bunu ben 1'dan başlatqızdım. Bu yerga J deb yazay. J 1'dan başlandı. Ondan negicha J get call size degangicha ondan bu J++ ma şekilde mağdu. Bunu mangazgandan keyin yani men int deb alay. Ondan keyin biz hozir bizda columnning bilan rowning id'si yani indeksi bor oldu. Masalan rowning indeksi J nimning columning indeksi birisi row'ninki, birisi columningki. Şu an biz column bilan row'ni yazsak oldu. Biz her bir cellni yazıp chiqarganga miyagi ma'sitni chaqirgan yazgandik. Şu an biz mushu ma'sitni chaqirish arqali buni xpass'ni topsak oldu. Xpass'ni yani string xpass deb yazay. Xpass qilib bu yerga get ma'sitimizni chaqirib ekilib bu bizga index oldi. Yani row bilan columnning indeksini oldi. Biz bu yerga I row'ninkini J mavu columningki indeksini belgilab berdi. Buni topdik. Hamda buni topgandan keyin biz nima ish qilamiz degan chaqda web element topamiz. Web element qilib cell qilib har bir cellni topamiz. Bu driver.find element by xpass. Yani xpass'imiz bizning avu yazgan xpass'imiz şu. Bu xpass'ni bu yerga yazdik. Yazgandan keyin ondan biz nima ish qilamiz deganda bu shu cellninki get tagsini olsak bo'ldi. Biz bu orqali ma'sitimiz har bir shu cellga berib har bir cellninki qiymatini bizga elib besib chiqarib turdik. Qani buni manguz baqilay. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bizga ma shaklda chiqadi. Mana birinchisi mavu row size bilan column size, ondan semiz, John, emailsi, puli degandeklar miyada chiqdi. 50 email mana hammasi bu yerda bizga chiqdi. Demak, biz mushu orqali nim qila olamiz degan chaqda mavu table'ni print qilib chiqa olamiz. Qaraydigan bo'lsak, mana mavu pul emailda to'xtab qoldi-da, bizga action degan chiqmadi. Action deganni qanday chiqiramiz degan chaqda biz bu yerga row count'ini bu yerda mavu size'dan J size'dan kichik bo'lsin degan. Agar size'ga teng bo'lsin deb ma'ni olsak, endi bu miyadagi action'ni tang chiqarib mangdu. Qani buni bir manguzib baqilay. Ana qaraydigan bo'lsak, semiz, John, andan keyin emailsi,
Ani play, torbat adresi, action, delete, edit degan hammasi chiqdi. Biz bu orqali mushu butun table'ni bostirib chiqamiz. Sizlar buni qilish uchun cho'qim manda bir nim qilib olsanglar, cho'qim emas, endi masjiddan birini yozib olsanglar, bu masjid sizlarningki mushu kodinglarni ijro qilishda, kodinglarni yozishda sizlarga osonlik beradi. Bo'lmasa ichida kodni yozgan chaqda beklam qalayim ham bo'lib ketadi. Sizlar bu masjidni bir utility'dan birini qurib, shu yerga yozib, hammasini shu yerdan chaqasanglarmi bo'ldi. Undaqda bugungi darsimiz müşakkagicha bo'lsin. Bugun biz shu web table'ni qanday olamiz, uningdagi row, cell, column deganlarni qanday olamiz, size'ni qanday olamiz deganlarni o'rganib o'tdik. O'zinglar shu o'rgangan narsalar bilan boshqa table'larni print qilishni ko'rib o'tinglar. Bu shu xizmatda izlagan vaqtida doim so'ralgan shu intervyu savollardan birisi. Undaqda keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.